Boyvachchaslar, ku qizingizni 4 ta dona sharik bilan aldab qo'ydingizmi? Sizlarga yarashmabdi deb yozib yuboribdilar. Bitta og'zidan so'laga ketmagan qizchamiz. Orqangizdan hali garshok izi ketmagan bizani oilaviy temamizga aralashib, kichkinagina miyachizga nagruzka qilib nima qilasiz? Ja bo'lmasa, ko'zingizni kattaroq oching deb yozib yubordim. Mani postlarimda 99% yaxshi kommentariy bo'lsa, 1% shunaqa aqli oqayotganlar ham chiqib qoladi. Iltimos qilaman, o'sha 1% odamchalar yegan-yemagan aqlli gaplarni o'zingizlarni hayotingizda ishlatsanglar, juda ham yaxshi bo'ladi. Men ham shu qizi gaplar aylanurgandan sal perzagruska bo'lsin deb alamimni kimdan olishi bilmay shu kolyaskadan yaxshilik yo'lida ola qolay dedimda hamma joylarini ko'pirtirib yuvib chiqdim. Kolyaska ham oppoq bo'ldi, orada qo'yni oppoq erimni ham ishga jo'natib yubordim. Endi bo'lsa kenguruga o'xshab qizimni ko'tarib olib, hamma joyi shalab bosini chiqarib top-toza qilib yuvib chiqamiz. Bu yerda bo'lsa bitta gulni narigi dunyoga jo'natib yubordim. Xo'sh, endi ko'zi ko'rmagan, parosati yetmagan anu qizimiz uchun raspakovka chek qilamiz. Shunaqa baliqchalik o'yin, doktor naborining ichida hamma narsa yog'ochdan qilingan. Vobshe zo'r ekan. Bu narsani bo'lsa aqlli kitobcha desa ham bo'ladi. Buni ikki xil variantidan olgan edik. Bolalarning aqliy rivojlanishiga juda ham katta yordam beradi. Ranglarni, sonlarni, harflarni, har xil figurkalarni o'zi topib bemalol yopishtirib chiqsa bo'ladi. Juda ham qiziq narsa. Yana dars qilish uchun har xil kartochkalar, plastilинlar, o'yinlar, har xil figurkalar, juda ham aqlni rivojlantiradigan o'yinchoqlar olganmiz. Da, to'g'ri eshitdinglar, bularni hammasini o'sha kuni qizimni tug'ilgan kuni uchun olgan edik. Prosta o'sha kuni yaxshilab ko'rsatmagan edim. Mana o'sha qizimiz aytgandek 4 ta dona sharik bilan bir dunyo o'yinchoq. Xuddi o'zim o'ylaganimdek birinchi bo'lib shu baliqchali o'yinchoqqa qiziqishdi, sirazi taxlab berdi. Qizimni bu safargi tug'ilgan kunida foydali o'yinchoqlar olishga harakat qildik. Qizimga juda ham yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Ishoninglar, bolajonlar maza qilib o'ynayotganini ko'rib, o'zingizlar ham o'ynaginglar kelib ketadi. Bularning hammasini Sashu Kids'da olganmiz. Instagram profillarini qoldirib olma, profil shapkasiga kirsanglar, Telegram kanallarida hamma narsani narxi bilan qo'yganlar. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr, obuna bo'lish esdan chiqmang.